Bitta eshikni ochib uyimizga kirasiz. Ikkinchi eshikni ochsangiz mana shunaqa chiroyli agarodlari hamda foydalanadigan karavotlar bo'lgan ikki xonali uyimiz endi sotuvga qo'yildi. Hozir manzilni tashqarida tushuntiraman. Xonadonimizning manzili Pahlavon birinchi domni birinchi qavatida joylashgan. Oldida ham foydalanadigan agarodlar ham mavjud. Kvartiramizga temir eshiklar o'rnatib qo'yishgan, o'zlari tayyor ta'mirlab qo'yishgan ekan. Eshikdan kirganimizda mana bu tomonimizda bitta kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz joylashtirishgan. Romlar ham to'liq akfaga o'zgargan va panjaralargacha o'rnatib qo'yishibdi. Bu qismimizga shkaf o'rnatsangiz bo'ladi. Uyimizni sanozlar planirovka bo'yicha alohida qilib plan qilingan. Navbatdagi ko'radigan xonamiz esa mehmonxona hisoblanadi. Remontda nima uchun laminat emas, aynan shunaqa yog'ochdan foydalandingiz deyilganda, tabiiylikni xush ko'rganlar uchun, sog'lig'imga ziyon yetmasligi uchun shunaqa qilganman deb javob berishdi. Shundan bilib olsangiz bo'lardi. Remont ham har bitta detalga qarab qo'yishgan ekan. Navbatdagi qismimiz o'zi asli planirovka bo'yicha oshxona, lekin oshxona balkon ko'chirishgan uchun bitta zonamiz bor. Bu joyga moslab turib mebel qo'ysangiz ovqatlanish qismi ham bo'laveradi. Alohida o'zini gaz kotelarini o'rnatib qo'yilgan, barcha registrlar ishlab turgan uyimiz tayyor holatda. Notariusga ham tayyor, gaz, suv, svet, kanalizatsiya hammasi mavjud. Ushbu 2 xonali kvartiramizning narxi 37 ming dollar. Egalan telefon nomeri videoni pastda aloqaga chiqib, mana shu kvartirani sotib olishingiz mumkin.